So'rashmoqda, tug'ilgan kunda ahli oilamiz bilan silay rahim qilib, dabdabaga berilmasdan kichkina bayram o'tkazishimiz joizmi yoki yo'qmi? Ya'ni Alloh tabaraka va taolo insonlarga xursandchilik qilish, bayramlar nishonlash va shu kabi ishlarni qilishni harom qilmadi. Lekin shuningdek, biz musulmonlar o'laroq boshqalarga taqlid qiluvchi bo'lib qolmasligimiz kerak. Tug'ilgan kun nishonlash masalasida u kunda xursand bo'lishga kelsak, aslida buni internetdan qidirsangiz tug'ilgan kun bayrami deb chiqib keladi. Kofirlar uni bayram kun deb nomlab qo'yishgan. Agar bir narsa odat tusiga kirib qolsa, u bayram deyiladi. Garchi biz uni bayram yoki bayram emas deb nomlab olsak ham, agar odat tusiga kirib qolsa, bayram qilib nishonlansa, u bayram hisoblanadi. Biz uni qanday nomlab olishimizdan qat'iy nazar, bu tug'ilgan kun bayramlari Allohning dinidan emas. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kirganlarida u yerda ko'p bayramlarni topdilar. Va bu qanday bayramlar deb so'raganlarda, insonlar bunday bayram, bu bunday bayram deyishdi. Uni insonlar nishonlashadi. Payg'ambarimiz biz musulmonlarning ikkita bayramimiz bor dedilar. Ramazon hayiti va Qurbon hayiti. Faqat shular, bo'ldi, gap tugadi. Ammo boshqa ishlarga kelsak, biz hamma narsada g'arbga ergashishimiz kerak emas. Ya'ni Allohning huzurida eng hurmatli kishi kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni biror marta tug'ilgan kun nishonlaganini eshitganmisiz? U zot 63 yil yashaganlar. Sahobalar yoki tobiinlar payg'ambarimiz vafotlaridan keyin tug'ilgan kun nishonlaganlarini eshitganmisiz? Abu Bakr tug'ilgan kunni nishonlaganmi? Ali tug'ilgan kunni nishonladimi? Fatima tug'ilgan kunni nishonladimi? Oysha tug'ilgan kunlarini nishonladilarmi? Hech qachon ular buni qilishmagan. Yaxshilikka ular bizdan ko'ra harisroq edilar. Qisqa qilib aytganda, qanday narsa bo'lmasin, uni nishonlashda zarar yo'q, lekin uni odat qilib olish kerak emas. Har yili falon sanda tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun. Va savolda dabdaba qilinmasdan deyildi. Sen dabdaba qilmasang, sendan boshqalar qilishadi. Bu nihoyasi yo'q masaladir. Asl shuki, ikki dona bayram bor. Faqat Ramazon hayiti va Qurbon hayiti. Ba'zi rivoyatlarda juma ham musulmonlarning bayram kuni deb kelgan. U kuni insonlar jamlanishligi odatga aylanib ketgani uchun. Shuning uchun jumani musulmonlarning bayrami deyshadi. Lekin musulmonlarning odatiy bayrami, ya'ni unda bir-birlarini tabriklaydigan bayramlar ikkita. Aslida insonning umri o'tgan sari unga ta'ziya bildirish kerak, tabriklash emas. Shuning uchun umring o'tib ketdi deyish kerak. Umringni qanchasi o'tib ketdi? Umri oxiriga yetib boryapti. Tugamoqda. Payg'ambarimiz ummatimning umri 60-70 orasidadir dedilar. Shunday ekan yetar endi. Allohga qasam bu to'g'ri. Insonning odatlanib qolgan bir kuni o'tib, kun botganda sening yana bir kuning ketdi. Umringdan bir kun ketdi. Qaytmaydi, bo'ldi. Bugun nima qildim deb o'ziga o'zi savol berish kerak. Bayram qilish emas. 20, 30, 40 yil o'tdi. Nimalar qilishga ulgurding? Qancha umring qoldi? 40 yil yashagan bo'lsang, yana 1 yil yoki